Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasining birinchi filialiga tashrif buyurdik. Hozir biz mijozlarimizdan savol-javob testlari o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, video juda ham qiziq bo'ladi. Qani ketdik operator. Mana hurmatli kuzatuvchilar, biz Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga kirib oldik. Hozir akamizdan savol-javob o'tkazamiz. Qani ketdik operator. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga qanchadan beri tashrif buyurasiz? 4-5 oydan beri. Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasining boshqa bilyardxonalardan afzal nimada deb o'ylaysiz? Birinchidan servis, ya'ni bu yerdagi sharoit va servis menga yoqadi. Ikkinchidan personal muomalasi, umuman yo'lga qo'yilgan juda yaxshi va обязательно aytishim kerak, uchinchi o'rinda bu sharoit. Sharoit. Narx-navo masalasida keladigan bo'lsak, narx-navo boshqalardan ajralib turadimi? Qimmatmi yoki arzonmi? Qimmat emasligi aniq. Qimmat emasligi aniq. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi mijozimizdan savol-javob o'tkazdik. Endi navbat ikkinchi mijozimizga. Qani ketdik operator. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat qo'ying. Shahruz Bilyard Pro bilyardxona ish bilan chiqadar vaqt bo'lmaydi. Ben gidip dostluğumuzdan sinirdim. Dostluğumuzdan sinirdim. Shahruz Bilyard Pro bilyardxona ise diğer bilyardxona bilan chi afzallik tomoni o'shasi akajon? Mubam sen qulaylikdagi jarokatimi ben passani ham sen ba yani zalash toza akkuratniy, stol zo'r, barmen muomalashon xushro'y. Hamja passani men. Passani men. Akajon, sizning savolimni narx masalasi bemagar diğer bilyardxona bilan qimmatmi, arzonmi akajon? To'g'ri shaganman diğer joy zalına biri to'kan milyon. To'kan Shahruz Bilyard Pro. Shahruz Bilyard Pro milyon. Ne qimmat ne modada bo'lmaydi. Qimmatli. Shahruz Bilyard Pro bilyardxona ise nasib düğün filiali açılışı. Dayva xabaratın hasmi? To'g'ri shagan xabaram ne hozircha. Xabaratın ne boşada gerekecek? Abi texnologik öpürüş bakacağım. Shahruz Bilyard Pro bilyardxona ise düğün filiali açılışı. Şu an cevaplayayım. Последний meddeki savolumu Shahruz Bilyard Pro bilyardxona ise Kiyova tavsiye etmeyin diyeceğim. Kamera biz yanında. Mo tavsiye etmeyim. Joroba. O'chigan. Ham tanish bilish va tavsiya etmam da. Akajon da shu rahmat savol javob bering. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir 3-chi mijozimizdan ham savol-javob o'tkazamiz. Akajon, assalomu alaykum. Sizga 2-3 ta beradigan savollarimiz bor. Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga qanchadan beri tashrif buyurasiz? 3-4 oycha bo'lib qoldi, ana kelib yuribmiz. Ma'qul, bizga o'ynab yuribmiz. Endi ikkinchi savolimiz, Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga kimlarni tavsiya qilib qo'yasiz kelishini? Shu o'zimizga o'xshagan bolalar, jaydarib bolalar, ko'chada bolalar kelib yursin, farqi yo'q. Bizga ma'qul bo'lgan odamlar muomalalari hammasi yaxshi, normal отношение qiladi. Boshqalardan afzallik tomonlari nimada deb o'ylaysiz? Afzallik tomoni birinchi navbatda shu narx tomonlama arzonroq, hamyonbop, ko'p tomonlama stollari hammasi normal, akkurat, toza. Sizga yoqadi va kerak kelib o'ynaysiz. Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasining ikkinchi filiali haqida xabaringiz bormi? Bundan xabarim yo'q, hozirgina eshitib qoldim shuni. Endi borish niyati. Xabaringiz bo'lmasa, sizga yana bir eslatib o'tamiz. Texnologik reparasiya joylashgan Shahruz Bilyard Proning ikkinchi filiali ochilgan. Boramiz bo'lmasa. Akajon, sizlarni kutamiz. Rahmat sizga savol-javob akajon. Mayli, tashakkur. Mana hurmatli kuzatuvchilar, videoni ko'rib bo'ldingiz. Agar siz ham Shahruz Bilyard Proga kelib bilyard o'ynamoqchi bo'lsangiz, pastda telefon ham qoldiramiz. Mana shu raqamlarga bog'lanib, ozroq joyingizni band qiling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.